Farzandingizni yokida yaqin insoningizni qayerda yurganligini lokatsiya xarita orqali kuzatib turishligini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan siz uchun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, sizlar bilan men Ro'zmuhammad Murodov. Bugungi videomizda hozir aytganimdek, o'zingizni farzandingizni yoki yaqin insoningizni xaritada kuzatib turasiz, qayerga boryapti, maktabga boryaptimi, boshqa joyga boryaptimi, darsga boryaptimi, shuni kuzatib turasiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar o'rganib olasizlar. Sizlardan talab qilinadigan narsa shu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Buning uchun bizga Blink degan ilova kerak bo'ladi. Buni App Store yoki Play Marketdan tortib olishinglar mumkin bo'ladi. Havolasini описаниеda yokida Telegram kanalimdan tashab qo'yaman. Havolasini bemalol kirib, yuklab olishinglar mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qani bo'lmasam ketdik. Qadrli kuzatuvchilar, hozir bizga kuzatishlik turishlik uchun Blink ilovasi kerak bo'ladi. Ushbu ilovani Play Marketdan yoki App Storedan tortib olishinglar yoki Telegram kanalda havolani yuborib qo'yaman. Bemalol Telegram kanalimdan topishinglar mumkin bo'ladi. Xullas, bu sizning telefoningiz va bu kuzatmoqchi bo'lgan insoningizning telefoni. Ikkalasiga ham ilovani o'rnatib olasiz. Kirganingizdan so'ng oldin nomer orqali kirsa bo'lardi. Hozir kirishda ozgina nomer orqali yoki Telegramga kod jo'natar ekan, yokida bo'lmasa SMS, Google orqali kirsanglar bo'ladi. Agarda kirishda ozgina tushunmasalaring, Telegramdan menga murojaat qilsalaring, lekin o'zingizlar ozgina urinsalaring, bemalol olishinglar mumkin bo'ladi. Hozir mana bu joyda boshqa yo'l degani bor. Bu joyga o'zingizlarning nomeringlarni terasizlar, kod keladi yoki telefon bo'lib keladi. Telefon bo'lganda raqamni oxiridagi 6 ta raqamni terishinglar mumkin kerak bo'ladi. Hozir bu joyni berkitib turaman, o'zim raqamimni terayotganligim tufayli. Hozir mana telefon qilyapti. Telefon bo'ladi va 6 tasini teramiz. 108 508. Mana hozir ketdi. Kod raqam telefon bo'lgandan so'ng kodni telefon raqamida oxirgi 6 ta raqamni tergandan so'ng men oldin ochganman buni. Bu joyda hozir do'stlar qabul qilish deyapti. Qabul qilib qo'yaman. Keyinroq bularni Xo'p. Joylashuvni yoqishingiz kerak deyapti. Xo'p, meni top. Ruxsat berasizlar ilovaga. Faqat ilova ishlayotganda har doim ruxsat qilasizlar, mana chiqasizlar va bu joydan so'ng ruxsat etasizlar. Batareyani o'chirar ekanmiz. Ruxsat kontaktinglarga. Endi mana bu joyda mana shu ilova shunday ko'rinishda turadi. Mana hozir buni bossanglar, siz turgan joyni ko'rsatib turibdi. Yaqin atrofdagi yaqin o'rtog'inglarni mana shu yerdan topishinglar mumkin bo'ladi. Mana hozir bu telefonga o'rnatib, bundan tekshirib ko'ramiz albatta. Kuzatib tursanglar, endi bunni ham nomer orqali kiramiz. Hop, bunda nomer orqali kirib bo'lmayapti, email orqali kiramiz. Ba'zi birlarda nomer so'raydi, ba'zi birlarda email. Email orqali kirishinglar ham mumkin bo'ladi, qadrdonlar. Bunda ruxsat bosasizlar emailinglarga va o'zi Blink ilovasiga kiradi. Kirganinglardan so'ng bu joyga isminglarni yozasizlar. Misol uchun deylik, Sardor. Bu joyga kun, tug'ilgan kuninglar. Rasm shart emas, hozir keyinroq. Xo'p, endi buni ham ruxsat berishinglar kerak bo'ladi. Ilovaga ruxsat berasizlar, xuddi shunday qilib. Keyin ilovani o'chirib berkitib qo'ysanglar bo'ladi. Yoqish, ruxsat. Keyinroq do'stlarni tanlash, ruxsat. Mana bu joydan
Mana do'stinglarni topsanglar bo'ladi. Mana bu mana akkauntim hisoblanadi. Mana. Ha bu joyga mana bu plus funksiyasini bosib qo'yasizlar. Ya'ni mana bunga xabarnoma keldi. Qabul qilishni bosasizlar Sardordan. Chiqishinglar mumkin. Mana bu joyda ko'rib turishingiz mumkin. Bu jilsa bu jilgandan keyin mana bu jilganini ko'rsatadi. Buni albatta yo'lda ko'rsataman sizlarga. Hozir mashinada yurib davom etamiz. Videoni ko'rasizlar. Mana hozir qadrdonlar ko'rib turganinglardek ushbu ilovada 24 tezlikda ketyapti mashinada. Yurayotganligini ko'rsatadi va nariga podpiska tashlagan insonimiz mana bu joyda edi. U uyda turibdimi, mashinada ketyaptimi? Bemalol farqinglar, zaryadi necha foiz bu odamni, nima bo'lyapti, bunga xabar yuborish, telefon qilish, hamma narsasini ko'rib tursanglar, kuzatib tursanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.